hozir poytaxtimizning Chilonzor tumanida joylashgan Farhod chorrahasida asfalt olish ishlarini olib bormoqdamiz. Bu ishlarga yaroqsiz asfalt kesib olib tashlab, o'rniga asfalt qo'yib yotqizish ishlari kiradi. Xalqimizga noqulaylik tug'dirmaslik maqsadida bu ishlar tungi smenada olib boriladi. Kulachi yordamida asfalt yotqizilib, katoklar yordamida zichlab bormoqda. Biz bu ishlarni soat kechki smen 8 dan ertalabki soat 7 gacha davom ettiramiz. Shuhrat chorrahani qildik. Endi esa navbat Farhod chorrahasidamiz. Buni ham bir tarafini kechagi kunda bitirdik. Bugun ikkinchi tarafini, ikkinchi qatnov tarafini Xudo xolasa ertalabgacha bitirib topshiramiz.